Viloyatimizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalar faoliyati ustidan fitosanitariya nazorati tizimli ravishda olib borilmoqda. Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari inspektorlari tomonidan o'tkazilayotgan o'rganishlarda mahsulotlarning sifati, xavfsizligi va xalqaro talablarga muvofiqligi doimiy monitoring qilinib, eksport jarayonining barcha bosqichlari qat'iy nazorat qilinmoqda. Samarqand tumanida faoliyat yuritayotgan eksportyor korxona tomonidan bugungi kunda asosan quritilgan mevalar, mayiz, turshak, olxo'ri, kompot aralashmalari hamda yer yong'oq mahsulotlari eksport qilinmoqda. Korxona joriy yil uchun 12 million AQSh dollari miqdorida eksport hajmiga erishishni rejalashtirgan. Mazkur korxonada mahsulotlarni tayyorlash jarayonida xomashyoni saralash, qayta ishlash, kalibrlash, markirovkalash va zamonaviy talablar asosida qadoqlash bosqichlari o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi inspektorlari tomonidan muntazam ravishda ko'zdan kechirilmoqda. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mutaxassislar tomonidan amaliy tavsiyalar berilib, ularni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Asosan eksportyor korxonalar Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Litva, Yevropa davlatlari, Germaniya, Fransiya shu davlatlarga eksport qilinmoqda hozir. Bu eksport qilayotgan quruq mevalar asosan bu yerda qayta ishlanadi, saqlanadi, upakovka shu jarayonlari bo'lib o'tadi bu yerda. Asosan bizning maqsadimiz karantin xizmatining maqsadi shu eksportyor korxonalarga yordam berish. Eksportga chiqayotgan yuklarni hammasini nazoratdan o'tkazish kerak. Karantin ko'rigidan qaysi davlatga ketyapti, o'sha narsani yaxshi tushungan holda eksportyor davlatga qanaqa turdagi mahsulotlar ularning talabi bo'yicha eksportga yo'naltirmoqdamiz. Tadbirkorlar bilan karantin xodimlari yelkama-yelka turib ish jarayonini olib bormoqdamiz. Daladan to eksportgacha degan shior bor bizlarda. O'sha qaysi mahsulot qaysi dalada yetishtirilyapti, qanaqa holatda 100% karantin xodimlari, ya'ni tuman inspektorlarimiz bor. O'sha yerda urug' ekilgandan boshlab to eksport jarayonigacha bizlar muntazam nazoratga olib boramiz. Shuningdek, Oqdaryo tumanidagi mana bu eksportyor korxona ham viloyat eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Korxona o'tgan 2025-yilda 8 million dollarlik mahsulot eksportini amalga oshirgan bo'lib, loviya, mosh, mayiz va yer yong'oq mahsulotlarini Eron, Turkiya, Xitoy, Tojikiston, Ozarbayjon, Afg'oniston hamda Iroq kabi davlatlarga yetkazib bergan. Joriy yilda esa eksport hajmini 10 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Mazkur korxonada ham mahsulotlarni qayta ishlash, saqlash va eksportga tayyorlash jarayonlari qat'iy tartibda nazorat qilinmoqda. Ayniqsa mahsulotlarning zararkunandalardan xoli bo'lishi, ularning sanitariya va gigiyena talablariga to'liq javob berishi, shuningdek, xalqaro fitosanitariya standartlariga muvofiqligi yuzasidan tizimli tekshiruvlar o'tkazilib, zarur tavsiyalar berilmoqda. Diqqatli mahsulotlarni eksport qilamiz. Afg'onistonga, Xitoyga, Turkiya, Rossiya, Eron, Ozarbayjon, Gruziya shu davlatlarga eksport qilamiz. Loviya, mosh o'tgan 2025-yil 5000 tonna yuk eksport qildik. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday nazorat tadbirlari nafaqat eksport qilinayotgan mahsulotlarning sifatini oshirish, balki xorijiy bozorlarda milliy mahsulotlarga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga eksportyor korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini joyida hal etish va zarur metodik yordam ko'rsatish orqali barqaror eksport zanjirini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Asosan qayta ishlash, ya'ni tumanlardan olib kelinadi, yig'iladi. Tuman Oqdaryo, Jomboy, Bulung'ur, Tayloq tumanlaridan o'sha fasol mahsulotlarni olib kelib, saralanib, upakovka qilinib, qayta ishlab eksportga chiqaradi. Bu firma asosan Xitoy, Eron, Gruziya, Turkiya, Ozarbayjon davlatlari bilan shartnomasi bor. O'sha davlatlarga eksport qiladi. O eksport qilishda mana bu dukakli mahsulotlar daladan eksportgacha bo'lgan mahsulotlar bu. Asosan dehqonning qo'lida ekiladi urug'lar ekilib, eksportgacha jarayonda o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi inspektorlari, ya'ni tuman inspektorlari nazorat qilib eksportga yo'naltiradi. Bu yerda asosan qayta ishlash ham bo'ladi. Turkmaniston davlatidan o'tgan yili 500 tonna mosh mahsulotini olib kelib, qayta ishlab, Xitoy davlatiga ham eksport qilgan bu korxonada. Bu korxonani ishlab chiqarish quvvati kunlik 50 tonnagacha qayta ishlay oladi bu korxona. 12 oy ham to'xtovsiz ishlash quvvatiga ega korxona.
Reja asosida olib borilayotgan bunday nazorat tadbirlari viloyatda yetishtirilayotgan va qayta ishlanayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirib, eksport geografiyasini kengaytirishga zamin yaratadi. Bu esa o'z navbatida mamlakat eksport salohiyatini mustahkamlash hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.